Minecraft, lekin men Yovuz Qorbobodan qochishim kerak. Siz bu videoga tayyormisiz? Men bugungi videoda Yovuz Qorbobodan, xuddi shu Qorbobodan qochishim kerak. Agar siz bu videoni ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bugungi videoni men boshladim bo'lmasa. Yuppi! Osh bo'lmasa biz what the fuck? Quyoshni qaranglar, what the heck? Quyoshni tirjayganmi? Shu horror modlarini qilardim yo bu modda. Tirjaytirardim quyoshni. Aytgancha menda xarita bor. Lekin xarita qishloqmi? What the fuck? Qishloq chiqdi. Aytgancha xarita haqida gapirayotgandim. Bu xarita nimagadir ishlamayapti. O'shaning uchun buni yopib qo'yamiz. Mana ishlamayapti xarita. Bu voy, salg'o'sini ketib qolardimi? Qani qishloqqa kiraylikchi, qornimiz ochib ketdi darva. Kechirasan molcha, seni o'ldirishga majbur emasman. Chunki qishloq topildi. Sizlarga azob yetkazmayman. Osh. Koncha temirchini uyi bor ekan bu yerda. Yo'q. Sandig'ida nimalar bor ekan? Olaman, yaxshi. Kerka, oltin, shim. Otga kerak bo'ladi bu. Ot ko'rolmaydi-da, menimcha. Osh, samolyotlar qayerda ekan? Ana nima? What the fuck? Yomita temirchini uyimi? Bitta temirchini uyi bor ekan. Pechkalar deb ketamiz. Pechkalar kerak bo'ladi. Hali biz o'zimizga imperiya qurishimiz kerak. O'zimiz uchun. Wow, yana bitta kerka chiqdi. Temir ham chiqdi. Bizga daraxtlar, ko'proq olmalar, qilich. Endi sapirib bo'lsa kerak xolos. Qishloqni urgan ovoz chiqdimi? Kimda urdimi qishloqni? Yo'q. O, golem. Ketdik golem bari. Meni unaqa shavqatsiz qotil deb o'ylamanglar. Ho, golem tova. Bugungi qishloq, menga qara. Menga qara deyapman. Menga qara. Oy, golem tova, menga qara. Bugun sizlarda qishloqlar menga yetarlicha temir berdi. Shuncha sizni o'ldirmayman. Bo'ptimi? Rahmat bo'pti. Ana bo'pti, golem bilan gaplashib oldik, endi ketdik bitta. Qo'ylarni o'ldiramiz. Ovqat bermadi shancha. Qo'ylar kerak. Ovqat bor ekan, buni ham o'ldirib olamiz. Meni unaqa deb o'ylamanglar, cho'chqa go'shti bu Minecraftda bemalol yeyish mumkin. Bu haqiqiy hayot emas sizlarga. Minecraft'lar ham menga cho'chqa go'shtini yeding, u bu deb yozmay qo'yaringlar. Bu Minecraft real hayot emas, bemalol yo'ringlar. Nima bo'pti? Real hayotda yegan yo'q zatto. Harom bo'lgani bilan baribir real hayotda yeganimiz yo'q, Minecraftda yeyilyapti. O'zimiz yeganimiz yo'q. O'shaning uchun Minecraftda bemalol cho'chqa go'shtini ham yo'ringlar. Golem ko'rib qolmadimi? Yo'q. Ko'rmadi. Men o'zimga shu yerda qasrda nima qilib olishim kerak-da. Hoppa, sizlarga jo'ntashib ketaman. Mana shu spawn point qilib qo'ydim. Hozir men o'zimga kichkina topishim kerak. Mana shu dialalarda lava at portalga kirgani. Yaxshigina lava topildi. Meshlarga uy quraman o'zimga ketagina. Oshqovoq mana. Oshqovoqlar bor ekan bu yerda. At portal chiqdi obunachilar. Ana at portal. Malda o'ldirib ketamiz. Hoppa. Buni go'shti kerak bo'ladi bizga. At portal. Bu xaritani chiqarsak, yana ketishimga chiqadi. Xarita ishlamayapti. Lekin mayda kichkina odamcham chiqib qolyapti. Endi chiqmayapti. Qani sandiqda nima bo'lar ekan? Obsidian, olma, ishton, hammasini olamiz. Hammasi kerak bo'lib qoladi. Bitta betga qo'yamiz. Bo'ldi. Bu xaritalar. Menimcha. Hozir pastga ham shunday lava kesak portalga kirishimiz mumkin bo'ladi. Pastga ham lava kesak. Daraxtcha folik birikda.
obunachilar. Shunday chopib qolay bir ikkita. Xo'sh bo'ldi, chopildi. Endi esa bularni taxtaga aylantirib olamiz va o'zimizga beramiz. Nima? Hey. Nimani oladi? Oy. Neydi? Odamni sal qo'rqitmasang kechish iloji yo'qmi-da? Seni nima qilaman? Jicha qisib tur. Men endi endi boshlagan bo'lsam shu uchun hisobda bilan. Hey! Yo'qol. Ya yonib ket, yo'qol. O'lib ket. O'zimga tapor, chelak, oltin ham maydalab olamiz. Buni yasaymiz. Yo'qol. Oy, o'zimga qo'ydim. O'ldimi? O'ldi, obunachilar. Biz undan qutuldik. Yuppi. Ona qaranglar. Ay, tagda ham bor ekan obsidian. Demak, biz bemalol at bozoriga kirishimiz mumkin bo'ladi. Hali metall lavalar shunday kuyib qo'yib. At portal yoqildi. Fuad nimaga betdan qurum kelmayapti? Ja uzoqda qishloqqa. Shuning uchun betdan daraxtlar chopib qishloqqa ketamiz. Qishloqqa at portal quramiz. Eng keyin lava turibdi, obunachilar. İşte lavani olamiz da o'zimizga at portal quramiz. Hoppa, ana. Shu hozir reklama qilib kelyapti-da kinoda. No, mayli, hozircha reklama qilib turamiz. Reklamaga hali bor. Teskari qoldim. Kun tushyapti. Tunjisa biz o'lamiz. Tezda qishloqqa borish kerak. Lava olay. Lava kerakmas hozircha. Pechkalarni bu uyga qo'yamiz-da, mana shu yerda yashaymiz. Yo'qolsin. Tepasida yashaymiz faqat. Past juda xavfli. Fakelni ol. Qani fakel? Fakel qani? Axlatlarimiz juda ko'p ketibdi. Axlatlarimizni tashlab yuboraylik, obunachilar. Bu kerak emas, bo'ldi. Qo'yamiz kerak. Sen qarorma. Menga narsalarni ozonlashtirib ber. Bo'pti, yo'qol. Qaytib kelsang bitta uraman. Xo'sh, menga bu kerak va biz buni solib qo'yib, ovqatlarimizni pishirib olishimiz kerak. Sizlarga video yoqyaptimi? Hozir kanalga obuna qo'yinglar. Nimani qarab o'tirasizlar? Kanalga obuna bo'linglar. Shuncha mehnatni uvol qilyapsizlar obunachilar. Hozir kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Shuncha mehnatimni qadrga olib, obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar, sizlardan xursand bo'lgan bo'lardim. Yana bitta oltin olma yasasam bo'lar ekan, lekin men bu oltin olmani hozircha yasamay turaman. Chunki men buni piglinlar bilan aynaqanimda savdolashgan olib qo'yaman. Yo'q, piglinlar bilan hozircha savdolashishni qilaman. O'shancha oltin olma yasab olaman. Bizga ko'proq daraxt kerak. Bitta sandiq, bitta emas, hozircha bitta. Nima? Bitta fak bo'ldi. Hoppa, yeymiz buni endi. Mana, cho'chqa go'shti Minecraftda yeyish mumkin obunachilar. Bemalol yeyaveringlar cho'chqa go'shtini. Qani kimdirlar kelyaptimi biz olamizga? Qanaqa qo'rqinchli maxluqlar bor? Kelaversan, yo'yaman. Har biri kelsin, yo'yaman. Golim tog'a menga yordam berasiz. Hoppa.
Hoppa. Oi. Hoppa. Oi. Hoppa. Hoppa. Hop. 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 Hozircha hech kim paydo bo'lgani yo'q. Bo'pti. Oya qanaqa ekan? Ha, oya oddiy. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hey. 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 Ja bunaqa emas. Namcha ko'yib ketdilaring. Hey. Hey. Yo'q. 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 Yugur deyapti. Qoch. Voy, tush. Hey. Yo'q. Hech qayerga yugurmayman. Yo'q. Voy. Yo'qoldi. Yo. Hali uyim tayini bilishga. What the fuck? Bular nima balo? Nima bola bu? Haliga chiqiraymi? To'ting. Menga yo'q kerak bo'ladi. Yo'q. Yo'q kiy olaman. Ona nima bola? What the fuck? Nimalar chiqyapti taydan? Ona nima bo'lar ekan? Yo. Ona so'qray nima? Nima yuribdi? What the fuck? Ona qop-qora narsa nima? Ona qora narsa nima? What the fuck? Hey, namcha. Ular nima endi? What the fuck? Qachon ko'karaman bunaqada men? Men uxlaveraman. 1 2 3 Yo'q. Hazırlaştım akajon. Hazırlaştım. Bo'ldi. Kirib o'tib endi uxlayman. Bo'ldi, yorug' tushdi. Endi esa o'zimizga kattaroq yo'l qurishga harakat qilamiz. Buni esa bu yerga olib qo'yamiz. Nima yo'qolmayapsan sen? Yo, urib o'ldiraymi seni ham? Yo'qol siz. Bitta ham qolmoqda qalqonga voy. Bo'ldimi? Bo'ldi. Makka sen. Seni chaqiryapman, ke. Ke, urushamiz. Ke bo'pti urushamiz, voch. Ke urushamiz. Voy, qoch. Hazırlaştım akajon. Voy, hazırlaştım. Ne qoldi? Abo. Menga yordam ber, buni o'ldirib olay. Yo'q, portlama faqat. Bo'ldi. Makka seni yo'yaman. Qochyapti mendan. What the fuck? Ovozing nima balo seni? Voy, what the fuck? Bu qoch. Azit bo'ladi. Qoch. Golem ana deylan yuribdi. Jonimni chekib tashadi bular. Voy, buni quyoshni qaranglar, voy buni asalligini. Ay, menga ko'proq daraxt va toshlar kerak bo'ladi obunachilar. Shuning uchun men konga kirib chiqaman. Videoni tezlashtirilgan qismini sizlar ko'rasizlar hozir. Men esa ancha payt azoblanaman konga kirib. Qani sizlar tezlashtirilgan tomonini ko'rib o'tiringlar. Men bo'lmasa videoni tezlashtiraman. What the fuck?
biz bu yerda mustaqlashamiz kerak. Bu yerda esa yopishdi. Xonalar kirsa yirtadi. Bitta narsalarimizni kerak narsalarimiz yo'q. Hozir bizga bu kerak emas. Bu kerak, bitta kerak emas. Masamizni eritgan topamiz. Chatga nimadir chiqdi-da? Nol'zigami? Nol o'yindan chiqib ketdi? Nol o'yinga kirolmadi. What the fuck? Nol o'yinga kiribdi ekan. Ana qop-qora narsa nol ekan. Nol o'yindan chiqib ketdi dedim-a? Qanaqasi bu endi? Ko'proq daraxtlar ekib qo'yamiz. Daraxtlar bizga juda ko'p kerak bo'lib qoladi. Hozir Herobrine o'yinga kirdi deydi. Herobrine o'yindan chiqib ketdi deydi. Nol o'yindan chiqib ketdi deydi. O'yinga kirdi deydi. Bir bola deydimi? Xullas, nimadirlar deydi, vajob. Meni o'ldiradi, ular qisadi, buklaydi. Ishqib hamma narsa qiladi hozir. Uy qurmasam tezroq. Nima buni kravat bosdimi? Necha marta bosay yana? Ayta qishlog'imda yurgan yo boshqa narsamidi? Qishloqqa bo'laversam meni qo'rqitmay qo'yaringlar. Shuncha unaqa baqirtirganing yetadi meni qo'rqitganlaring. Valloh nima qilaman? Videoyimdan juda cho'zilib ketyapti. Endi reklamani vaqti keldi. Undan oldingi reklama esa boshqa reklama edi. Endi bu boshqa reklama. Bu obuna bo'lishlar haqidagi reklama. Bosmay reklamani boshladim. Ana reklama ham tugadi. Hozir sizlar ham obuna bo'lib qo'yinglar. Qachonki sizlar obuna bo'lsalar, shu videolar chiqishi juda ko'payadi. Voy, nimaga hammasini aylantirib yubordim o daraxtda? Uyda chekkasini toshdan qilamiz bo'lmasa. Kattalashtiraymi uyda? Yo'q. Shuni turaversam, hali uyda qoplab ham chiqishimiz kerak bo'lib qoladi. Voydod. Bo'lmasa hammasini ikkinchi qismga uyda to'g'rilashni ikkinchi qismga qo'yamiz. Hozircha shunchaki uyda shaklini chizib chiqamiz xolos, yasab chiqamiz. Voydod, qo'lim qiyshiqmi meni? Nima qiyshiq qo'yib yuraveraman? Xo'sh, bu to'g'risan. Hozir biz dekoratsiyasini o'ylaymiz uyda. Hoppa. Xo'sh, bitga ham bunday qo'yib qo'yamiz. Yana tun tushyaptimi, ey? Voy, chiqib qoldim. Bitga ham tosh qo'yamiz. Pesoni qop-qora narsamini yo'q. Hozircha qop-qora narsalar yo'q. O'shaning uchun xavotir olmaymiz. Arqamachasiga quramiz. Uni o'tirib qurib bo'lmaydi-da, javoga o'xshab bo'lmasami? Hozir qurib tashlagan bo'lardim. Hamma qishloqlar qochyapti uyga. Hop, bu o'tin tushyapti. Tepa o'rab chiqib toshlar yetsin deyish qilib. Ana yetdi. Chip chiroyli yetdi toshlar, ey. Qarasa tosh qazibmanda o'zi. Nimaga qishloqlar g'alati ko'rinyapti-da menga. Mayli, hozircha qishloqlar uyini buzib chiqamiz. Keyin to'g'rilaymiz. Hozircha bizga daraxt kerak, o'shaning uchun qishloqlar uyini buzib turamiz. Hoppa. Nimagadir havoning xo'rlari chiqmayapti. Demak, mendan nol ham chiqib ketdi-da, ko'rdinglarmi? Mendan qo'rqib chiqib ketdi hammalari. Hammasi qo'rqib chiqib ketadi hozir. Hoppa, biz tezroq uyga kirishimiz kerak va nonimizni yeyishimiz kerak. Nem. Qornim to'ydi. Bu yana keldimi? Mana nima bo'lar ekan? Olib bormaganim ma'qul. Olib borsam, aniq meni nimadir qiladi u. Ko'rishlar o'zi g'irchillashini uni. Ovozini ham eshittirishlar o'zlariga qanaqa qilib turganini. Betga deraza quramiz, betga ham deraza, balkonga chiqadigan joy bo'ladi. Betga esa yopib tashlaymiz, bunday emas, lekin yopamiz-da. Toza turinglar, uyda mendan qurishni o'rganinglar-da, mendan. Hozir uy qurishda shunaqangi cho'tga qilib qo'yaman. Oppa. Ana.
Neyse bitta mazina kerak qoladi. Anasini ham qo'ydik. Yo'q qilishda indin kiringlar oppa. Hozircha hech qaysi maxluq yo'q. Menimcha oladimi ekan a? Qishloqlar zombilarni bo'ldimi? Makka